Tepadanmi? Assalomu alaykum, Noxush Samarqand. Biz yangilik qilishda davom etamiz. Bugungi tugatgan ishimiz Beklardagi Elbekan xonadoni bo'ladi. Ko'rib o'tgan ishlarga hozir qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu yangicha fason uzilishlar bo'lgan edi. Men Yevropa dedim. Mana bu yerga keldim. Mana obzor qilib davom etamiz. Atroflari maydagina shagrena gullar. Burchaklar ham o'z joyida. Samarezlar ko'rinmaydigan alikafon fasonda. Oq va mokri rang. Kaziraklarga e'tibor berib o'tamiz. Kaziraklarimiz ham oddiygina 90 gradusli doskalar, shestigrannik qosh va lotok. Rozanisi esa отдельная tema. Biz ishni davom ettiryapmiz va yana qo'shimcha yangiliklarimiz bor. Bu haqida yana qo'shimcha videolar chiqarib borishda davom etamiz. Sizlar bilan Metal Master kanali ko'rishguncha.